Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, joriy yilning 22-24 yanvar kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib keladi. 22 yanvarda 23 yanvar kuni kechasi va ertalab O'zbekiston bo'yicha asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 22-23 yanvar kunlari qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 22-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. 22-24 yanvar kunlari harorat kechalari 3-8 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha. Shimolda kechalari 12-15 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari esa 2-5 daraja sovuqqacha pasayadi, deyiladi O'zgidrometning xabarida.